Xitoy hukumatı Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yoshirish va oqlashga doir tashviqotlarda islom allarini nuqtaliq nishon qilganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoyning Tangirtaq to'ridan berilgan xabardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur Abdunum rayonlik partikomining sekretari Ma Shongri 27 mart kuni Urumchida bir qism arab davlatlarining siyosiy partiyalar kadrlar tashkilish o'miki vakillarini kutib olgan. Ma'lum bo'lishicha, bu o'makda Iroq, Mauritaniya, Iordaniya, Falastin, Marokash, Tunis, Yaman qatorliq davlatlardan kelgan siyosiy partiya vakillari bor ekan. Xabarlarda aytishicha, Ma Shongri bu vakillarga Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining Xinjiangga g'amxo'rlik qilishi bilan g'oyat zo'r natijalar qo'lga kelganligi, ammo Amerika qatorliq g'arb davlatlaridagi bir qism kuchlarning oqqarni ostin-ustun qilib, millat, din, kishilik huquq qatorliq sohalarda yolg'on yovdoq so'zlarni tarqitib, Xitoyning taraqqiyotini to'smoqchi bo'layotganligini bildirgan. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi bu vaqtda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Xitoyning islom davlatlarini nishonlab, Uyg'ur qirg'inchiligini qonunlashtirish tirishchanligi xalqaro jamiyatning vijdonini tavartadigan reallik sifatida o'tirg'a chiqdi. Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi kishilik huquqqa daxl-tarz qilish va irqiy qirg'inchilik siyosatini qonunlashtirishga urinayotgan bo'lib, qilcha ishkillanmayla islom davlatlarini yolg'on uchurlar bilan aldashga urindi. Lekin bu tirishchanlik paketni yepish yoki nazardan saqit qilishga yetmaydi. Ma Shongrining bayonlari faqat Xitoyning ichki tashviqot tirishchanligini aks ettiradi. Xitoy Kommunist partiyasining rayondagi utuqlari nomida yoshiringan reallik amaliyotda Uyg'ur xalqining zulmga uchrayotganligi va madaniyat kimligini yo'qotishga uringan reallikni aks ettiradi. 27 mart kuni Shvetsariyaning Zog shtatidagi shtatlik o'rta maktabda o'quvchilarga Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni cho'radigan holda Sharq Turkistonning tarixi, buguni va hozirgi vaziyati temasida doklad berildi. Shundaqla Xinjiang soqchi hujjatlari temasidagi axborotlarda xotirlangan nutqlarning suratlari ko'rgazma qilindi. Bu faoliyatni Zog shtatlik o'rta maktab va Shvetsariya Uyg'ur jamiyati tashkillagan bo'lib, faoliyat Zog shtatining eng chong oliy o'qitish yurti bo'lgan shtatlik o'rta maktabda o'tkazilgan. Turkiyaning Bejinda turishliq bosh elchisi İsmail Hakim Musa Xitoyning Xaynan orolida o'tkazilgan Boao Osiyo munbirida so'z qilib, Turkiya-Xitoy munosabati, Osiyodagi qayta Osiyo tashabbusi va aloqador turlar haqida to'xtaldi. Afsuski, u Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalarda qamalgan millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmon turk xalqlariga qilingan rahimsizlikni tilga olmadi. Xitoydagi Boao Osiyo munbiriga qatnashgan Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Uyg'ur qirg'inchiligini sodir qiluvchi Xi Jinpingni o'z davlatida kutib olishni umid qiladiganligini aytdi. To'qayev Xitoy hukumati va Boao Osiyo munbiri katibat boshqarmasiga munbarga taklif qilinganligi va bu munavvar o'rinlashtirish uchun rahmat aytdi. To'qayev yana Xitoy qirg'inchiligining bosh jinoyatchisi Xi Jinpingni o'z davlatida ko'rishni savrchanlik bilan kutadiganligini aytdi. Xitoy bilan Hindiston Himalaya tog'idagi talash tortishdagi chegara rayonlaridagi ziddiyatni hal qilish uchun yangi bir navbatlik suhbat o'tkazdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi chegara mojarolarini hal qilish uchun elib berilayotgan Xitoy Hindiston chegara masalasi maslahat berish va moslashtirish xizmat mexanizmining 29-qatimliq yig'inining Bejinda o'tkazilganligini e'lon qildi. Yangi Zelandiya hukumati davlat parlamentiga 2021-yildagi to'g'ri hujumining orqasida Xitoy bilan munosabatli xakerlarning borligini doklad qildi. Davlat mudofaa ministri Jodis Kolinis bayonotida ministerligi tarafidan elib berilgan tekshirishda 2021-yili parlamentning ba'zi o'rinlariga to'g'ri hujum elib berilganligini eskartdi. Kolinis bu hujumlarning Xitoy davlati qo'llagan APT-40 deb ataladigan xaker guruhini asos qilganligini bayon qildi.